Assalomu alaykum, hurmatli Uzazbo foydalanuvchilari. Endilikda Uzazboda ishchi xodimlarga naqd pul olish jarayoniga o'zgartirish kiritildi. Endilikda chek ishonchnoma hujjati g'aznachilikka yuboriladi va tanlagan xodimni chek ishonchnoma ya'ni kassir chek shakllantirilganda o'sha familiya tanlagandan keyin chek ham g'aznachilikka yuboriladi. O'sha jarayonni ko'rib chiqamiz. Birinchi biz to'lov hujjatlari chek ishonchnoma hujjatiga kiramiz. Buxgalter login parol bilan plus bosamiz va tegishli kerak ma'lumotlarni to'ldiramiz. Ma'lumot to'ldirishda sana chiqadi avtomat. Keyin moddiy javobgar shaxs shu joyga Jumanova Mavjudani tanladik, ya'ni kassirni tanladik. Chunki biz chek ishonchnoma hujjatiga PDF formatida buyruq biriktiramiz, ya'ni kassir buyrug'i. Aks holda g'aznachilik qaytarish mumkin. Shuning uchun biz обязательно ushbu familiya tanlaymiz. Pasport raqami kim tomonidan berilgan avtomat chiqadi. Kontragentga endi biz поручение terganimiz, ya'ni g'aznachilikka terganimiz kontragentni tanlaymiz. G'aznachilikda kontragent hisob raqamiga esa o'sha pul o'tkazganimiz hisob raqamni tanlaymiz. Hisobchi va rahbar o'zi tanlaymiz, chiqadi. Buyruq raqami shu joyga buyruq raqami, kassir buyruq raqami va sanasini yozamiz. Izohda yozamiz va tashkilot shaxsiy g'azna hisob raqamini, qaysi hisob raqamidan pul chiqarishimiz kerak o'shani tanlaymiz va plus tugmasini bosamiz. Undan keyin saqlashni bosamiz. Saqlandi hujjatimiz. Endi проведено holatiga keltiramiz. Birinchi fayl yuklaymiz, ya'ni fayl biriktirish joyiga kiramiz. O'sha kassir buyrug'ini tanlab bo'ldi. Fayl biriktirildi. Keyin провести, ya'ni o'tkazish tugmasi orqali провести bosamiz. Undan keyin biz rahbar login parolga kirib, готов к отправке bosamiz. Rahbar login parolga kirdik. Yana o'sha chek ishonchnoma hujjatiga kirib, yuborishga tayyor tugmasini bosamiz. Rahbar bilan tasdiqladik. Endi yana hisobchi login parol, bosh hisobchi login parolga kirib, kalt orqali g'aznachilik organlariga shu hujjatni jo'natamiz. Endi bosh hisobchi login parolga kirib, mana yuborishga tayyor turibdi. Bu qaytarishimiz mumkin noto'g'ri bo'lsa, lekin biz to'g'ri qildik. Endi yuborish tugmasini orqali kaliti bilan o'sha hujjatni jo'natamiz. Kalit bilan hujjatini jo'natdik, tashkilot kaliti bilan. Endi yuborilgan turibdi. Endi g'aznachilik tomonidan bu hujjatni qabul qilish kerak. G'aznachilik qabul qilgandan so'ng biz chekni shakllantirib yuboramiz. G'aznachilik tasdiqlagandan so'ng, mana g'aznachilik tasdiqladi. Chek ishonchnoma hujjati g'azna qabul qilgandan so'ng поручение teriladi, ya'ni kassa naqd pulga поручение har doimgidek teriladi. Mana поручение terilgan, mana 69 millionlik.
misol uchun, va уже g'aznaga yuborilgan, to'langan bo'lib turibdi. Undan keyin biz chekka o'tamiz, ya'ni to'lov hujjatlari chekka o'tamiz. Mana chekda biz hujjat raqami, sana, tugash sanasi, keyin o'tkazmalarga ayniqsa mana shu biz поручение terganimizda qaysiga tergan bo'lsak, ya'ni bizda 4013 litseviy счет 111 313 поручение terilgan edi. Shu uchun biz 111 900 111 313 o'tkazmalar tanlaymiz. Aks holda поручение chiqmaydi. Mana summalar, mana поручение ichida biz o'sha to'langan поручение tanlaymiz. Izoh yozamiz va saqlash tugma orqali hujjatni saqlaymiz va uni o'tkazish tugma orqali tasdiqlaymiz. Undan keyin biz rahbar login paroli bilan yuborishga tayyor tugmasini bosamiz. Rahbar login parolga kirdik. Endi o'tkazilgan bo'lib turibdi. Biz uni mana yuborishga tayyor tugma orqali imzolashga tayyorlash bosamiz va yuborishga tayyor holatiga o'tadi. Endi yana hisobchi login paroliga kirib, bosh hisobchi login paroliga kirib, o'sha chekni yuboramiz. Endi bosh hisobchi login paroliga kirib, mana yuborishga tayyor hujjat turibdi holati. Endi yo qaytishimiz mumkin yoki mana shu tashkilot kalt orqali yuborish tugma orqali chekini jo'natamiz. Chek kalt bilan yuborildi. Yuborganingizdan keyin bo'ldi, u bankka, g'aznaga уже boradi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.